bizlar nima qilib qo'ydik? O'zi bundoq qaraganda ertaga qabrimizga bir savol javobga nimalar hozirladik, qani aytinglarchi? Nimamiz bor? Juda o'sha balog'atga yetgan kunimizdan namozimizni qazo qilmasdan o'qib qo'ydikmi? Biror bir yili Ramazonni qoldirmasdan tutib keldikmi? Yo hamma hayotimiz bugun yurish turishimiz Allohning shariatiga muvofiq. Ya ayyuhallazina amanu, ey iymon ne'mati bilan musharraf bo'lgan bandalarim deganda labbay deyishlikka loyiqmizmi? Nimamiz bor o'zi oxiratga, qabrimizga nimamiz bor? Vattaqulloh deyapti. Yana Xudo taolo. Qo'linglarga qaranglar deyapti. Yana Xudodan qo'rqinglar. Innalloha xobirun bima ta'malun. Alloh taolo sizlarni har bir qilayotgan ishlaringizdan xabardordir deydi. U naryoqda qivolib, bu yoqda ja mo'minda yurganlar bor. Naryoqda qilgilikni qivoladi-da, ja musulmon qilib bu yoqda musulmon ichida odamlar